Assalomu alaykum hammaga. Cobalt mashinani injektorlarini yuvib beryapmiz. Birinchi qiladigan ishimiz injektorlarni yechib olganmiz, ultrazvukka qo'yib, injektorlarni polni musorlarni chistga qilib beryapmiz. Keyin stendga qo'yib tozalab beramiz. Mana ultrazvukdan keyingi holati qop-qora edi. Mana rasmini ham qo'yaman hozir. Nikel bo'ldi. Bemalol kelishlaringiz mumkin. Injektorlar stendga qo'ydik. Sepishlar ham ancha yaxshi bo'ldi. Sepyapti. Hozir o'rnini tekshiramiz injektorni. Qaysida ko'proq, qaysida kamroqligini ko'rsatib beradi. Avtomatik rejimda, 3 xil rejimda o'zi ishlatadi. Hozir shuni turibdi. Injektorlarimiz toza bo'ldi. Sepishlarni ham ko'ryapsiz, qattiq sepyapti. Bu oxirgi rejimimizda polni injektorlarga bosim berib, barlarni ko'tarib, kolinvalni aylanish tezligiga qarab ishlatib, polni proverka qilinadi. Tozalab qo'ydik mashinada bir tek ishlayapti. Qirdamasdan qimmat ishlayapti. Gaz bering. Qattiq.